Kechagi o'yinda ro'y bergan mana shu holatni ko'rib chiqamiz. Manchester City va Chelsea o'rtasidagi bahsning 51-daqiqasida Abduqodir Husanov Yoshko Gvardiola o'rniga maydonga tushdi. Ko'pgina epizodlarda o'zini ko'rsatdi. Husanov ayniqsa sheriklarini pozitsiyasini yopishdi va tezlikda doimgidek ustun ekanini isbotladi. Epizodlarning birida u Delapni gavdasi evaziga to'xtatib to'psiz qoldirdi. Bu esa angliyalik hujumchiga yoqmadi va u hamyurtimizni reklama shitiga ochiqchasiga itarib yubordi. Qizig'i, bu vaziyatga Cityning deyarli barcha futbolchilari reaksiya bildirishdi. Mateus Nunes uni oldiga tushib sariq oldi. Erling Haaland kelib Husanovning holidan xabar oldi. Ayniqsa Delap bilan jiddiy gaplashib olgan Bernardo Silva alohida kelib Abduqodirga dalda berib qo'ydi. Bilasizmi, bu oilada o'g'il farzandlar bo'ladi-ku, eng kichkina ukani bir bezori xafa qilib qo'ysa, akalari darhol kelib anavini ta'zirini berib qo'yishadi-ku, xuddi shunga o'xshadi. Bu albatta yaxshi. Jamoaviy muhit Husanovga bo'lgan e'tibor boshqacha. Uni nafaqat muxlislar, balki futbolchilar ham yaxshi ko'rishyapti. Uchrashuvga to'xtalsak, o'yin 1-1 hisobda o'z yakuniga yetdi. Endi umid qilamiz, bu yog'iga Abduqodir Husanov formasini tiklab boradi va asosiy tarkibdan doimiy joy egallaydi.